keksa yoshli onaxon kelinlarini ovqatimga kalta kesakni go'shtini qo'shib beryapsan deb ayblaydi. Meni ovqatimga zahar solib beryapsan deb ayblaydi. Agar uni oldiga ovqat etib berilsa, avval o'g'ling ichib ko'rsin, avval balang ichib ko'rsin deydi. Nega desa, bolang ichib ko'rsa, agar bolang zaharlanmasa, o'lmasa, keyin men ichaman bu ovqatni deydi. Hammani bezor qilgan. Hammani o'g'rilikda ayblaydi. Pensiyasini qayergadir qo'yadi, topa olmaydi. Pensiya kartaga tushadi. Hozirgi kunda pensiya kartaga tushadi. Pensiyangiz kartada turibdi desa ham ishontirib bo'lmaydi. Qani menga pulini keltirib beringlar deydi. Agar pul qilib keltirib bersa, pul qilib keltirilgan pensiyani qayergadir qo'yadi-da, topa olmaydi keyin. Esdan chiqib ketadi. Shuning uchun bir necha marotaba mahallalarga murojaat qilib chiqaman. Meni pensiyam qachon berasizlar deb-da. Mahallalar ham oxiri, bu kishini davolatinglar, nima buncha pensiyani so'raveradilar. Pensiya kartaga tushadigan qilib qo'yilgan-ku, bizga pensiyani ahamiyati yo'q. Uni issig'i ham yo'q, sovug'i ham yo'q deb mahalla tushuntira olmay halay bo'ladi. Zaharlash vasvasasi, birovni o'g'irlash vasvasasi. Oxirgi paytda kelini bilan o'g'lini, ikkovini tinimsiz ustidan yozib berishni boshlayapti bu onaxon, kampir. 102 ga tinimsiz telefon qiladi. Aytadi: "O'g'lim meni uydan haydab chiqarmoqchi, uy joyimni o'zim nomiga olib qo'ymoqchi, o'g'irladi, meni pulimni o'g'irlashdi" deydi. "Meni zaharlab o'ldirmoqchi bular" deydi. "Ovqatimga kalta kesakni go'shtini qo'shib beryapti" deydigan gaplarni gapiraverib, uydagi hammani ruhiy holatini tang holatga keltirib qo'ygan. Bu qanday holat? Bu involyutsion paranoid zaharlash vasvasasi. Bunday bemorlar ichimizda ko'plab uchrab turadi. Keksa odamlarda gohida mana shunaqa holatlar vujudga kelib qoladi. Bularni albatta davolash kerak. Bu kasallikni 100% davolab tuzatib bo'lmaydi. Lekin bu kasallikni mana shunday shikoyatlar qilishini yo'qotsa bo'ladi. Bemor shunday shikoyatlar qilmay qo'yadi. Tinchgina, hech kimni miyasini qotirmasdan, egovlamasdan yotib uxlaydi, ovqatini yeydi, yaxshi gaplarni gapiradi va bunaqangi yomon gaplarni gapirmaydigan bo'ladi.